Assalomu alaykum internet tarmog'i kuzatuvchilari. Siz Hazorasi 24 informatsion dasturini kuzatmoqdasiz. Qisqa vaqt ichida siz bilan men Sharifboy Varsalxon hamda men Sanatbek Hajiyev. 5000 qadam piyoda yurgan odam sog'lom bo'ladi. Darhaqiqat, muntazam piyoda yurish qon bosimini me'yorlashtiradi, kayfiyatni va organizmning umumiy holatini yaxshilaydi. Erta tongdan Hazoras tumani aholisi o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish va sportni ommaviyligini ta'minlash maqsadida Sog'lom hayot uchun 5000 qadam loyihasi doirasida ommaviy yurish marafoni o'tkazildi. O'tkazilgan ushbu sport marafonida tuman hokimi, viloyat va tuman prokuraturasi xodimlari, mahalla aholisi, yoshlar va nuroniylar ishtirok etishdi. Ishtirokchilar tumandagi Sanoat mahallasidan Sulaymon Qala mahallasi tomon kesib o'tuvchi yo'ldan 5000 qadam bo'lgan masofani piyoda bosib o'tdilar. Haftaning payshanba kuni huquqbuzarliklar profilaktika kuni munosabati bilan Bog'dor mahallasida joylashgan 5-sonli huquq-tartibot maskanida tadbir o'tkazildi. Tadbirda tuman hokimi Maqsudbek Abdullayev, tuman prokurori Dilshod Madrimov, huquq-tartibot organi xodimlari, idoralar, davlat va jamoat tashkilotlari xodimlari, mahallalar yettiligi ishtirok etdi. Tadbir davomida mahallalarda jinoyatchilik va huquqbuzarlikning oldini olish, mahalla osoyishtaligi yo'lida birgalikda ish olib borish, shuningdek, yo'riqnomaga amal qilish lozimligi borasida so'z yuritildi va mas'ullarga bir qator topshiriqlar berildi. Tuman prokurori tashabbusi bilan Bog'dor mahallasida joylashgan 5-sonli huquq-tartibot maskanida mahalla aholisi uchun sayyor tibbiy ko'rik tashkil qilindi. O'tkazilgan sayyor tibbiy ko'rikda fuqarolar xirurg, onkolog, infeksionist, urolog, lor, terapevt, nevropatolog, travmatolog kabi boshqa tor mutaxassisliklar vakillaridan tibbiy ko'rikdan o'tib, salomatliklari borasida maslahat oldilar. Sog'lom ovqatlanish bo'yicha kerakli ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Shuningdek, bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi, turli idora tashkilotlar, tadbirkorlar tomonidan mahsulotlar ko'rgazmalari namoyishi va kitobxonlik marafoni o'tkazildi. Marafonda ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan sevimli kitoblarni xarid qildilar. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus doirasida tumanimizda madaniy va ma'rifiy tadbirlar o'tkazildi. Tuman prokurori tashabbusi bilan o'tkazilgan ushbu tadbirlarda kitobxonlik, mini futbol, voleybol, stol tennisi, shaxmat shashka musobaqalari bo'lib o'tdi. Bundan asosiy maqsad mahallalarda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, sport turlarini yoshlar orasida ommalashtirish, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, yoshlarni vatanga sadoqat, milliy qadriyatlarga bo'lgan hurmatini oshirishdan iboratdir. Shuningdek, tadbir doirasida viloyat va tuman prokuraturasi, tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari 5-sonli huquq-tartibot maskanida tuman ichki ishlar bo'limi probatsiya xizmati ro'yxatida turuvchi jazo o'tayotgan shaxslar bilan uchrashib, ularning muammolari ham tinglandi. Hazoras tuman hokimi Maqsudbek Abdullayev Oq maydon mahallasida bo'lib, mahalla yettiligi bilan uchrashdi. Shuningdek, tuman hokimi mahalla binosida xodimlar uchun yaratilgan sharoitlar olib borilayotgan faoliyati bilan yaqindan tanishib, suhbatlashdi hamda yettilik faoliyatini tanqidiy tahlil qilinib, bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar belgilab berildi. Hazoras tuman hokimi Maqsudbek Abdullayev Oq maydon mahallasida faoliyat yuritayotgan Bolajonlar olami xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'ldi. Tadbirkor Hasanboy Saporovning tashabbusi bilan faoliyatini boshlagan 2-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti 2021-yilda faoliyatini boshlagan bo'lib, zamon talablariga javob beradigan tarzda ta'mirlanib, 60 nafar jajji o'g'il-qizlarni bag'riga olgan. Bog'chada bolajonlar uchun barcha sharoitlar yaratilib, talab darajasida ta'lim-tarbiya berilib, ingliz va rus tili mashg'ulotlari ham olib borilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak degan tamoyili bugungi kunda har bir davlat xizmatchisi uchun muhim qoidaga aylangan.
Jumladan bugun tumandagi Bog'dor mahallasidagi 13-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi binosida viloyat huquqni muhofaza qiluvchi hamda sud, adliya organlari rahbarlarining ommaviy sayyor qabuli o'tkazildi. Sayyor qabulda fuqarolar o'zlarini qiynayotgan turli masalalar yuzasidan murojaat qildilar. Ba'zi murojaatlar shu yerning o'zida yechim topgan bo'lsa, muddat talab qilinadigan murojaatlarni o'rganib, ijobiy hal qilish bo'yicha tegishli tashkilot rahbarlariga topshiriqlar berildi va ijrosi nazoratga olindi. Sharq donishmandlari aytganidek, eng katta boylik bu aql, zakovat va ilm. Eng katta meros bu yaxshi tarbiya. Eng katta qashshoqlik bu bilimsizlikdir. Shu sababli hammamiz uchun zamonaviy bilimlarni o'zlashtirish, chinakam ma'rifat va yuksak madaniyat egasi bo'lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak. Shu maqsadda tuman hokimi Maqsudbek Abdullayev mahalla yurib, tumandagi ilm maskanlari faoliyati bilan tanishmoqda. Xususan, tuman hokimi Oq maydon mahallasida joylashgan 13-sonli va Taraqqiyot mahallasidagi 10-sonli umumta'lim maktablarida bo'lib, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirdi. O'quvchi yoshlar bilan suhbatlashib, maktab kutubxonasiga kitoblar jamlanmasini sovg'a qildi. Shuningdek, maktabda tashkil qilingan Jaloliddin Manguberdi va Amir Temur sinfxonalari bilan ham tanishib, bu borada o'z taklif-tavsiyalarini berdi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.